Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerikanın yanıdan saylanğan prezidenti Donald Trump Xitay katibaşı Xi Jinpingni vəzifəyə o'tirish murosimiga da'vat qilgan. Gündəlik sabah xəbər torining 12 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerikanın yanıdan saylanğan prezidenti Donald Trump Xitay katibaşı Xi Jinpingni kelar oyda o'tkaziladigan vazifəyə o'tirish murosimiga da'vat qilgan. Gerçi Xitoyning Amerikaga eksport qilgan mollarga qattiq boj qo'ydiganligini o'tirib qo'yayotgan bo'lsa-mu, Xi Jinpingni taklif qilish orqali diplomatik ishorat bermoqchi bo'lgan. Trumpning axborot katibi Caroline Levitt payshanba kuni Trumpning Xi Jinpingni taklif qilganligini dalillagan bo'lsa-mu, Xi Jinpingning murosimga qatnashib-qatnashmaydiganligini qaror qilish kerakligini aytgan. Levitt boshqa chet el rahbarlarining taklif qilinganligini aytgan bo'lsa-mu, hech qanday tafsilot bilan ta'minlamagan. Xitoy rahbarining Amerika prezidentlik vazifasiga o'tirish murosimiga qatnashishi misli ko'rilmagan ish bo'lib, mutaxassislar Xining Washingtonga kelishining mumkin emasligini aytgan. Washington strategik va xalqaro tadqiqot markazining Xitoy mutaxassisi Scott Kennedy bu diplomatik teatr, bundan boshqa hech narsa yo'q degan. Payshanba kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Maoning muxbirlarni kutib olish yig'inida so'ralgan savollarga javob berganda, "Mening hozir o'rtoqlashadigan narsam yo'q" degan. Tarixshunos Jim Binda chet el rahbarlarini qatnashishga taklif qilish hargizmi yomon ish emas. Ammo ittifoqlashdan burun raqibni chaqirish oqilonlik bo'lmaydi degan. Xi Jinping oldingi oyda Beijingda prezident Jo Bayden bilan ko'rishganda, Amerikaning savdo urushini boshlamaslikka chaqirgan. Trumpning 20 yanvar kunidagi ochilish murosimi Amerikaning ijtimoiy aloqa magnati TikTokning Xitoydagi ana shirkati ByteDance'ning ijtimoiy aloqa detalini setish yoki Amerikada qo'llanishni cheklash uchun bekitgan eng oxirgi vaqtdan bir kun keyinga to'g'ri kelgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Trumpning Xi Jinping da'vatiga qarata qattiq noroziligini bildirib, 12 dekabr kuni ijtimoiy axborot vositalarida bayonot e'lon qildi. Amerikaning prinsiplarida ching turib, Xi Jinpingni da'vat qilishni amaldan qoldiring degan temada e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati yangidan saylangan Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoy katibashi Xi Jinpingni kelar oyda o'tkaziladigan vazifəyə o'tirish murosimiga da'vat qilganligini qattiq ayblaydi. Oldingi Trump hokimiyatining ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib ayblaganligini ta'riflasak, bu qitimqi Trumpning taklifi prinsipal maydonni buzadi. Amerikaning dunyo sahnasidagi axloqiy huquqiy ishonchini ziyadlash xatirini barliqqa keltirdi. 2014-yildan beri ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek qatorliq turkiy xalqlar keng ko'lamda tutqun qilish, zulm qilish, majburiy emgak selib qul qilish, tug'mas qilib o'tish, kultural va jismoniy jihatda yo'qotish qatorliq vahshiyliklarga duch keldi. Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati va mustamlikasini yanada mustahkamlab, cho'ng qirg'inchilikdan battar irqiy qirg'inchilik yurgizdi. Shuning bilan bir vaqtda Xi Jinping hokimiyati iqtisodiy va harbiy josuslik, tor hujumi va tashviqot faoliyatlari orqali Amerikaga izchil urush e'lon qilib kelmoqda. Amerika jamiyatida fentanyl zaharli chekimlik etkazchilik qilib, 100 minglarchisini koronavirusini tarqatib, 1 million amerikalikning joniga zomin bo'ldi. Xi Jinping aktivlik bilan yo'qotishga tirishayotgan bir sistema Amerika demokratiyasining murosimiga taklif qilish Amerikaning qimmat qarashlariga qilingan haqorat. Xitoyning zulmi ostida ezilayotganlarga, Xitoyning Amerikaga qaratgan hujumlarining natijasiga taqat qilib kelayotgan xalqqa qilingan xiyonat. Prezident Trump tarix bu paytga aniq keskin hukm qiladi. Xi Jinpingni da'vat qilish yolg'iz bir xato qadam bo'lib qolmay, bu Neville Chamberlainning Adolf Hitlerni xotirjam qilishdek ofat xarakterli qarorini aks ettirdi. Bu qaror ayni vaqtda irqiy qirg'inchilikchi zolim hukmdorga ilhom berib, insoniyat tarixining qorong'u betlariga yo'l ochgan. Irqiy qirg'inchilikchi Xitoy diktatori Xi Jinping Hitlerdan farqi bo'lmaganlikdan o'rlik va demokratiyani tabriklashga haqqi yo'q. U xalqaro sudda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan javobgarlikka tortilishi lozim. Biz bu da'vatning darhol amaldan qoldirilishini talab qilamiz. Hukumatimizning murosalariga varislik qilib, Amerikaning qimmat qarashlarini qo'llab, Xitoyning jinoyatini javobgarlikka torting. Sharq Turkistondagi zulmga uchragan xalq bilan bir safda turib, dunyoga Amerikaning o'z prinsiplariga xiloflik qilmaydiganligini, irqiy qirg'inchilikchi diktatorlarga hurmat qilmaydiganligini ko'rsating. Erkinlik, adolat va insoniyatning qimmat qarashi eng oz buni talab qiladi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining mazkur bayonoti Osiyo xalqaro xabarlari to'g'rida 13 dekabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Xitoy xakerlari uchurlarni o'g'irlab suhbatlarni tingshaydi ekan.
Trumpet xabar torining 11 dekabr kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Janubiy Dakotadagi Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Mike Rondis oldingi oyda Halifax xalqaro bexatarlik munbirida o'tkazilgan suhbat yig'inida Xitoy Kompartiyasi haqida so'z qilib, ular sizning uchurlaringizni o'qiy oladi va suhbatlaringizni anglay oladi degan. U bu so'zni Xitoy hukumati xakerlik tashkiloti Tusay Fengburni Amerika tarixidagi eng nachar telegraf hujumi deb qaralgan tor hujumni qo'zg'agandan keyin qilgan. Xitoy Kompartiyasiga bog'liq xakerlar AT&T, T-Mobile va Verizon qatorliq 8 yoki uningdan ortiq asosliq aloqa torini buzib tashlab, Amerikada emas, boshqa 10 necha davlatda millionlab kishilarga echinishli oqibatlarni elib kelgan. Mutaxassislarning aytishicha, hujumning xarakteri Xitoyning aqliy telefoni borlarning hammasini degidek josuslik qilishga sharoit hozirlab bergan. Rondis, agar biz alohida bir app ishlatmasak, Xitoy Kompartiyasi hukumati har birimizning telefonini tekshiradi degan. Kengash palatasi istixborot komiteti a'zolariga hujumning ta'siridan xabar berganda ular cho'chib ketishgan. Virjiniya shtatidagi Demokratchilar partiyasining raisi Mark Warner ular Xitoyning hozir bizga nimalarni qilayotganligi to'g'risidagi tafsilotlardan hayron qoldi. Bu tariximizga eng og'ir xiloflik qilish. Menimcha, Amerika xalqi bizning asosliq ko'chma xabarlashning qanchalik keng va ochiq-oshkora buzilganligini bilishi kerak degan. Xitoy xakerlar allaqachon bu qonunga xiloflik qiladigan usulni ishlatib, Baydenning bir qancha ma'muriy amaldorlari, shundoqla prezidentlikka saylangan Donald Trump va uning hamrohi J.D. Vance'ni o'z ichiga olgan minglagan donliq amerikaliklarni nishonlagan. Xakerlar bu kishilarning telefoni orqali kimlar bilan qachon qayerda paranglashganligini, maxsus telefonning amaliy ovozli hujjati va qisqa uchurning mazmunini topshirib olgan. Doirlar xakerlarni tordan qo'g'lab chiqarishning yo'lini topolmag'achqa, Xitoylar o'zlari tanlagan har qanday odamni anglay oladi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 5 dekabr kuni bu hujumning ta'siriga Uyg'urlarning bakrak uchraydiganligini, Xitoy Kompartiyasining bo'libmi ko'chma uskunlar orqali nazorat qilish iqtidorining Sharq Turkiston jamiyatiga zo'r tahdid elib kelganligini, bu nazorat Uyg'urlar orasida o'z-o'zini cheklash va qo'rqishni keltirib chiqarganligini aytgan. Va yana Beijing o'g'irlangan sonliq ma'lumotlarni parakandachilik selish, qora chaplash va hamkorlash, shaxslarni kamsitish va yoki ularni sukut va hamkorlikqa majburlashi mumkin degan. Baxt saodatga erishish kimlarning haqqi? Bugun biz ko'plagan kishilarga shundoq bir savol qo'yib ko'raylik. Bizning birdan-bir ehtiyojimiz nimada? Shak shubsizki, bu savolga millatimizning ehtiyojini yo'ritib bera olmaydigan bir qator javoblarni anglaymiz. Bir qo'pib bizning erkinlikka ehtiyojimiz bor desa, yana bir qo'pib haq-huquqqa deydi. Hatto nurg'ulg'an kishilar necha yil mobaynida urush o'ti ichida yotganlikdan, sarson bo'lganlikdan bizning tinchlikqa ehtiyojimiz bor degan javobni berdi. Gerçi bu javoblar avom xalqimizning tushunchasi asosida to'g'ri javoblar bo'lsa-mu, bugungi davrning, ya'ni kelib 20-asrning talab taqozosi bo'yicha bu ehtiyojlarni qamdash uchun yana mundaq bir narsaga ehtiyojimiz bor. U bo'lsa-mu tirishchilik ko'rsatishdir. Bayliq va uning tabiiy natijasi bo'lgan baxt saodat faqatla tirishchilik ko'rsatganlarning haqqidir. Biz beshimizga kelgan falokatlarni bir bo'lsa ilmsizligimizga, yana bir bo'lsa ezilganligimizga ortib keldik. Amaliyotda bo'lsa ilmlik bo'lish uchunmi, ezilmaslik uchunmi birdan-bir chiqish yo'lining tirishchilik ko'rsatish ekanligini tushungan yoki tushunmayotgan holatimiz. Tarixda eng orqada qolgan va yovvoyilarcha yashagan bir qism millatlarning zamonaviy taraqqiyotni hammadan avval egallab ketishimi tirishchilik soyasida bo'lgandir. Günümüzde Afrika'daki bir kısım yavayılarmı Avrupa medeniyetini egallash uchun tirishyapti. Bizmi kuchimizning boricha ma'rif, madaniyat 20-asr deb baqirmoqdamiz. Ammo biz bu taraqqiyotga erishish uchun nima qilishimiz kerak edi? Kelgan fursatni ching tutib ilgarilayotgandik yoki chekinib ketyapmiz? Masalaning haqiqatiga inchiklab qarasak, bizda bo'libmi millatimizning qosh ko'zi bo'lgan yoshlarimizga tirishish ro'yi ko'zga ko'ringandek darajada emas. Tövendeki eng oddiy va eng aqlli bo'lgan bir misol bu nuqtani yanama oydinlashtirib berdi. Yaqindan beri ilmiy majlislar ko'payishga boshladi. Shug'unisi dasturxon selinmag'achqankin yoki ish besib olganlikdanmikin majlis zalida taklif qilingan mehmonlardan aran 3dan birini ko'rgili bo'ladi. Texi bir hafta burun nashriyatimiz ilmiy soha turkumining a'zolari suhbatida 30 dan ortiq kishini soat 5 ga majlisga chaqirgan edi. Vaqt saati aniq tursa-mu, kech soat 8 gacha kelganlarning soni 20 ga yetmadi. Bu hol bizni boshqa millatlarning oldida haqiqatan kulkiga qo'ydi. Ular agar bu millatchilar texicha biror majlis etishni muqamlashtira olmasa, idoriy ishlarni qandoqmi o'z oldiga ilib bora oladi deb qolsa, radiya uchun javob qaytarib bo'g'icha xili qizirishib qolishimiz aniq. Cemiyetimizning eng angsiz unsurlaridan eng angliq ziyolilariga qadar tarqalgan bu illat zodi qayerdan kelib qoldi?
Acaba bu tuzalmasmı? Biz bugün kadrlar meselesinde qancha qiynalayotgan bolsaqmı, derdini yanıla özümüz tartmoqdamiz. Bizde kadrlar yo'q emas, bor. Biroq bir ishni boshlasa, oxiriga chiqarib qoladigan, bosh cho'kirib ishlaydigan aktiv kadrlarimiz oz. Bir ishga urilishdan burun ish bergan idoraning boyligini, beradigan oylik maoshini surishtiradigan odatlar avj olaversa, uzunga bormay nima ahvolga tushib qolamiz? Buni tarix ko'rsatib berdi. Tarixda nurg'un qahramonlar o'tgan ediki, ular mansab uchun, boylik uchun o'zini va hatto millatini qurbon qiladigan ishlarni qilmagan. Ular cho'lni bo'stonga aylantirgan edi. Ularning hayotini yovvoyi hayvonlar bilan kurash qiladigan maydondan tortib chiqarib, yangi dunyoni qurgan fabrikalarga jalb qilgan narsa nima edi? Bir kuni professor Hokslim bilan Harriet Spencer dengiz bo'yida ketib, suvga cho'milayotganlarning tomoshasiga diqqat qilishibdi. Ular butkul maxluqotlarga hokim bo'lgan kuch mushu yalang'och insonlar deyishib, hayratlik beqishqinicha kulishgan ekan. İnsani dunyoga hokim qilgan va ko'rgilimi, tutqulimi bo'lmagan bu amil zodi nima? Ushbu amil bo'lsa, olimlarning kecha-kunduz tirishib vujudga keltirgan kashfiyotlaridir. Agar ular tirishmagan bo'lsa edi, bugungi yangiliklar vujudga kelmas edi. Shularning tirishchanligi natijasida yangi dunyo vujudga keldi. Bundan necha yuz yil burun yovvoyilarcha yashagan shu insonlar mana bugun rafa va baxtiyorlik ichida yashamoqda. Tirishmaganligimizning natijasi shu bo'ldiki, bu yangi hayotdan butunlay yiroqda qoldik. Yana qachongacha shundoq o'tamiz? Abduri Ay Qutlug. Manba Erkisi 105-son 1947-yili 21-noyabr. Uyg'urchaga og'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.